Aziz mehmonlar, qadrdon do'stlar. Bugungi qarang, To'lg'a mahallasida Umrzoqovlar xonadonida shodiyona yubiley to'yi. Bu nima demoqchiman? Bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Bir ajoyib qadim zamonda To'lg'a degan tomonda Umrzoqovlar xonadonida bir Botir aka degan inson ham dunyoga kelgan. Mehnati bilan, xizmati bilan eliga tanib ketgan inson bugün 80 ga kirib qo'yibman deydi, lekin ishongim kelmadi. Bizlardan ham yosh ko'rinyapti mana shu. Shunday inson bugün yubiley qilib, do'st birodarlarni, qishloqdoshlarini qalaversa jabba-jamal qilib, eski uddumimizni davom ettirib, yubiley to'yiga aytgan chin yurakdan tabriklashga ruxsat etgaysizlar. Oqqan daryolar oqadilar deydilar. Umrzoqovlar xonadoni ham To'lg'a qishlog'iga, Lenin kolxoziga xizmati singan. Qolsa Umrzoqov Narmavot tog'a, Borat buva Xudiyorov, qolsa mana bu shu insonlarning o'tganlarning barini bugun pok ruhlari davramizda o'sha yurtdilar. Mana shu oqqan daryo oqadilar deydi. Mana hozir ham mana shu yubiley qilayotgan tog'amiz hech 80 ga kirib o'qib o'xshamaydi. Bir kun o'tayapsam, bir odam belqas bog'lagan, ish qo'yyapti. Bu 18 yoshli yigit kim ekan deb salomlashsam, mana shu Botir tog'amiz ekan. Bundan keyin tolmang elingizga, xalqingizga xizmatda bo'ling har doim. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringizga yeting deymiz. Ey Botir tog'a, yubiley to'yingiz qutlug' bo'lsin. Gullar soching boshlaringizga, qadaqlarga sharaf bo'lsin, bol topsin oshingizga. Davralarning o'zg'iri bo'ling, kelajakni ko'zlari bo'ling. To'lg'ani emas, O'zbekistonning keksa bobosi bo'ling. Sizni yoshingizga yetamiz deb turib bizlar quvib boraylik. Hech bo'lmasa 100 ga borganingizda bizlar ham ilashib qolaylik. Choponingizni tortib. Hammaga shunday to'ylar muborak bo'lsin. Qo'li boshlab bir qarsanglar mana shu do'stlarga yubileyga bir duo qilib, bir qarsanglar bilan duolarni. Ey omon bo'lingizlar. Mana davrani ham boshladik. Ajoyib inson. Qolsa insonni nima uchun tanimaydi? Uyda, ro'zg'orda, oilada mana shu yangilarimizni xizmati ham katta. Botir aka har doim omon bo'ling, salomat bo'ling. Bunday to'ylarda yana ko'plarni qilib bering. Men Zafarjonga ham rahmat. Otasiga bosh qosh bo'lib turib, shuni uyushtirib, ota elingizga, qadrdonlaringizga, qardoshlaringizga jabba-jamal qilib to'y qilib bering ekan. Bu yigitlar ham shu yuzlarga kirib yuzlashib o'zini deb yaratgan egamdan so'rab qolamiz. Bugun davramizda ajoyib hofiz, el suvgan hofiz, dadasi ko'plar bilan o'qigan Boboquljonning farzandi Farruxjon Norboyev davramizda o'tiribdilar. Uni qo'shiqlarini, ovozlarini eshitib bugungi madaniy xorij chiqaramiz degan niyatdaman. Chunki bilasizlar, maktabda Gogol maktabida birinchilardan bo'lib hind qo'shiqlarini kiritib kelgan mana shunday san'atkorning farzandi bugun davramizda xizmat etadi degan niyatdaman. Hammangizga to'ylar muborak bo'lsin, yubileylar muborak bo'lsin deymizda Farruxjonni davraga chorlab qolamiz. Farruxjon Norboyev, marhamat, dilrabo qo'shiqlarini sizdan eshitamiz.